o'rtaga qani Jahongir. Marhamat. Ya. Rahmat. Assalomu alaykum O'zbekiston. Ha, boshqatdan, qani O'zbekiston? Umarjon, qani Asbek, salomat. Kedaro. Mana shu 4 kishi bitta duet etmam, ideya beruvdim, bu hammasini ijro qildi. Sen ham eding meningdek, sen ham bo'larsan meningdek. Mana shu Ha, shu narsani birga ijro qildik. Kvartet, ya'ni deyiladi, 4 kishilik. Endi ustoz aytdilarki, Jahongir qachondir menga o'xshagin keladimi deydilar. Men aytdim, men har doim bolaligimdan sizga o'xshashga harakat qilganman. O'shaning uchun bitta zo'r mavzu bor. Men ham edim seningdek, sen ham bo'larsan meningdek. Shuni bitta ashula qilaylik dedilar. Shuni ijro qildik. Bitta baho berasizlar, bugun premyera bo'ladi. Yangi qo'shiq, marhamat. Yangi qo'shiq, marhamat. Ustozimiz doim yoshlar orasida yuradilar. Yoshlavop bo'lsin dedilar, yoshlavop qo'shiq. Marhamat. Hozir eshitilmayapti. Yo'qmi? O'tdi qancha bahor u yoz. Yoshlik soydek oqib ketdi. Erkaligim, sho'xliklarim barchasi sonaman bolalikda qolib ketdi. Men ham sendek yosh edim, ba'zida bebosh edim. İlk bor sevib qolganimda men 18 yosh edim. Shoshmay tursang ko'rarsan, sen ham mendek bo'larsan. Unutmagin bir narsani, ekkaningni o'rarsan. Meningdek, sen ham bo'larsan meningdek. Seningdek, men ham edim seningdek. Yoshlik o'tar bir zumda, ertangdan qayg'uraman-da. Aytmasam bo'lmas bu gapni, bu mening akalik burchimda. Yomon kunni ko'rma deyman, erta xazon bo'lma deyman. Sen ham mendek bo'lmaguningcha, ukajon g'amingni yeyman. Yiqilish bor, sinish bor, yana qayta turish bor. Hayot shunday aylanib, sen ham bizdek bo'lish bor. Ba'zan oysiz tunlar, bo'larsan mahzunlar. Ko'ngil toza bo'lsa bo'ldi, kelar yorug' kunlar. Kecha edim men sendek, erta bo'lsa sen mendek. Men senga bu gaplarni dedim da bir eslatay. Meningdek, sen ham bo'larsan meningdek. Seningdek, men ham edim seningdek. Dilimni bog'lab, ishonchingiz oqlab, albatta yuraman sizlarga o'xshab. Sizlar ham mendek bo'lganingizdek, men ham bir kuni bo'laman sizdek. Dilimni bog'lab, ishonchingiz oqlab, albatta yuraman sizlarga o'xshab. Sizlar ham mendek bo'lganingizdek, men ham bir kuni bo'laman sizdek. Meningdek, sen ham bo'larsan meningdek. Seningdek, men ham edim seningdek. Hozir eshitilmayapti. Balkon! Yo'qmi? Qo'llamanlar ko'taramiz. Meningdek, sen ham bo'larsan meningdek. Seningdek, men ham edim seningdek. Meningdek, sen ham bo'larsan meningdek. Seningdek, men ham edim seningdek. Assalomu alaykum. Qale, ashula yoqdimi? Ovozing eshitilmayapti. Vot, mana eshitiladi endi. Balkon! Ustoz, sizni
Sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Marhamat, Doimo sog' sog' bo'ling, omon bo'ling. Hech qachon yuzingizdan tabassum arimasin. Doimo sizga kamarbasta bo'lib, shogirdlaringiz qatorida xizmat qilib yurish bizga nasib qilsin. Sizga havas qilamiz. Biza balkim yoshlarni tug'ilgan kunimizni choyxonada o'tda bo'tda nishonlab ustki kuru o'tiramiz. Sizga havas qilamiz. Siz tug'ilgan kuningizni unaqa choyxonada emas, muxlislaringiz bilan birgalikda o'tkazasiz. To'ppa-to'g'ri. Sizni tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'l, salomat bo'l. Sizga havas qilamiz. Faqat shu havas qilgan holatda bitta savolim bor. Agar sizga og'irlik keltirib qo'ymasam. Yo'q, og'irlik. Men sizni bolaligimdan ani mahallamizda to'yli bo'lsa, unda hovlida bo'lardi. Qatta to'yingiz borligini bilib, o'sha yoqqa bora olib daraxt tagidan tomosha qilib o'tirardim-da. O'sha paytdan havas qilganman, o'sha payt nima olgansiz, nima qilgansiz, qanaqa unvonlar olgansiz, kuzatib yurganman. O'sha paytda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgansiz. Shu necha yoshda bo'lgansiz o'sha payt? 1981-yil. Men o'sha payt hisob kitob qilib yurganman-da, 31 yoshda bo'lgansiz. To'g'ri, 31 yoshda bo'lganman. 31 yoshda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgansiz. Endi menda shu savol shunaqaki, men hozir 46 daman-da. Endi havas qilaman, bo'lib qolar bu ham bizga ham nasib qilsin. Sizga o'xshab yuraylik ustoz. Albatta bo'ladi. Bu iymonimiz komil, albatta bo'ladi. Sizga o'xshab yuraylik ustoz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. Rahmat. Estrada xonandasi, do'stlik ordeni sohibi Jahongir Poziljonov. Rahmat, sog' bo'linglar. Umar Shamsiyev, chiroyli qarsaklar bo'lsin. Azizbek ukamiz. Salomat bo'linglar.